biz o'sha rizqimizni o'zim topaman deymiz. Masalan deylik, kunimizni 3 ga bo'ldik. Bir qismi rizqimizni topishimiz uchun, ikkinchi qismini bo'ldik ibodatga, uchinchi qismini deylik oilaga bo'ldik. Rizqimizni ko'paytirmoqchimiz, nima qilamiz? Ko'proq ishlaymiz deb o'ylaymiz. Ko'proq ishlasak rizqimiz ko'payadi deb o'ylaymiz. Shunaqa deb o'ylaymizmi? Hamma shunaqa deb o'ylaydi, to'g'rimi? Ko'proq ishlash uchun nima qilish kerak? Bir joydan vaqt topish kerak. Boyaga ajratilgan ikki qismni bittasidan kamaytirish kerak. Ibodatlardan kamaytiramiz. Ishlashga vaqt ajratamiz. Bora u qadar yetmay qolaveradi. Yana ko'paytiramiz. Keyin ibodatlarimiz ham nimaga aylanib qoladi? Namoz o'qirkan ishni o'ylaymiz. Yana shu, tamommi? Butunlay hamma narsani oilada o'tirar ekan ham ishni o'ylaymiz. Alloh aytayapti, xotirjam bo'l deyapti.